9 qavatli domda 4-qavatida 2 xonalik ostdan ostgacha 78 kvadrat metrdan kattaroq bo'lgan xonadonimiz sotuvga qo'yilyapti. Premium holatda, remont holatiga ega. Oshxona qismidamiz. Mana shunaqa chiroyli garnituralar o'rnatilgan va siz ortiqcha ish qilmasligingiz uchun kir moshinkalar ham даже o'rnatib qo'yilgan, vitichkalar qilingan, gaz plitalar qo'yilgan, hammasi yangi. Parda gilam hamma xonada mavjud. Keling, birma-bir ko'rsatib o'tamiz. Yuvinish xonalarini ham ko'rib o'tasiz. Keling. Marhamat, yuvinish xonasi hamda hojatxona qismi to'liq kafil bo'lgan. Ana endi asosiy kirish eshigini ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, bu yerda prixoshka mebellar ham qo'yilgan va to'g'rida garderob qismi mavjud. Keling. Garderobni ko'rsatib o'tamiz. Oyoq kiyimlar va kiyimlaringizni saqlash uchun yetarli darajada joylarga ega. Ikkita alohida xona, skvoznoy variant, parda gilam to'liq qilingan, qimmat laminatlar o'rnatilgan, remontiga alohida e'tibor berasizlar. Patolog qismlarimiz gipsokartondan ishlov berilgan. Va mana bu yerda televizor zonasi uchun mana shunaqa chiroyli panellar ishlatilgan holatda televizorlarimiz ham o'rnatib qo'yilgan. Chiroyli biralar. Mana bunaqa paddan foydalanilgan, hozirgi zamonaviy remont holatiga ega va mana bu yerda ikkinchi televizor zonamiz mavjud. Ikkita televizor zonasiga ega. Xohlang buni yotoqxona qiling, xohlang unisini yotoqxona qiling. Ikkita alohida xonaga ega. Demak, ushbu xonadonimiz 9 qavatli domning 4-qavatda joylashib, umumiy 78 metr kvadrat maydonni egallaydi hamda Yangi bozorda orqasida joylashgan Strong Home kompaniyasining domi hisoblanadi. Uyimizning narxi 645 million so'mga baholandi. Hozir tashqari tarafdan ham sizlarga xonadonimizda joylashuvini ko'rsatib o'tamiz. Domning pastki qismida mana shunaqa katta avtoturargoh mavjud hamda to'g'rida bolalar o'yingoh qilingan. Kimga ma'qul kelgan bo'lsa, narxlari, holati xonadonimizda pastda to'liq ma'lumot uchun raqamlarimizni qoldiramiz. Navoiy uy baraka YouTube kanaliga obuna bo'lsangiz, shunaqa yaxshi xonadonlarning e'lonlarini doimo ko'rib borasiz.